Adam bizning zodim nemadan qo'rqitganini bilmaganda hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ayol 25 yaş. Men bu ömrümde ayollarımı güzel, ayollarımı tatlı, hiçbir narsa uçurtup bakmadım. İşlekkiniz Dior'ның zər deb atıldı xatırı. Sizning ko'zingiz ko'nglimda. To'g'ri, men tug'mayman. Sizning ko'ramdi. Kechirim so'ramaydigan savolim birini so'rab turdim. Kechirim? Birovning ko'ziga tikilib turib so'ralmagan hech qanday kechirim odat inovatsiz. Biroq hech qish yo'q. Ko'zim qarsangiz men baribir ko'rolmayman. Siz dunyoda nimadan eng qo'rqsiz? O'zimning orzu qilgan narsalarga erishamaslikdan qo'rqaman shu. Siz avval yerdagi buni tashlarni qo'lingizga oling. Oldi. Endi bu soatni oling. Bayating tashlaqani? Tashyapti. To'g'ri. Ba'zida keraklik narsalar erish uchun keraksiz narsalardan cho'qim voz kechish kerak. Shunga orzuyingizdagi o'sha narsalarga erish uchun cho'qim ba'zi narsalardan voz kechishingiz kerak. Ana shu vaqtda siz erishmoqchi bo'lgan narsalarga tezlik erishasiz. Ben TV Bozar mal setilish programmasining bir oddiy telefon xodimi. Mening kundalik qiladigan xizmatim telefon erish. Lekin mening orzuim bo'lsa, bir riyosatchi bo'lish. Armonga tushliq darmon yo'q degandek, men faqat televizorga chiqayotgan riyosatchilarga havas qilishdan boshqani qilolmayman. Nim telefonma yog'ib o'tirib ketdingiz? Boshqa avotgan turasiz. Hozir Bu avotgan ishingizga uyingizga yetib olmayqin ha? Kelgan atda komandirib chiqmayliklar, bir haftalik o'yin qo'yg'ili. Kesamdan ko'rishib ketaydi. Ha, yo'qshibdi. Uf, bek charchadim, ishqilib. Ishdan keldingmi? Japa chekding, ha? Sen japa chekding.
Nadira, bu Ha? uyda yedek narsa olma, azroq qamoq qilib, azroq Tayyor qilsak bir narsa cho'plam yeb. bor. Tayyor cho'p yapsan. Mayli. Shuni o'zim yeb To'xtab qo'ymay. turaman, hozirlab bir narsani batay deb qo'yay. Shuni deb qo'yib, unga qilib beraman. Nadira, To'xtamda. eski narsa bak jiqlab ketdi, azroq yig'ishdi salomlashma. Hayır, rifat, hamma shuni narsani tashlayman. Kim olding bo'ldi? Mo'ran qarag'ana eshitib ketdi-ku. Mo'ran? Sol mo'ran qarag'ana, sol mo'ranga. Otirib. Voy, bu qanday ishlab ketdi? Sapmi saxti ya bu kopdan. Ha, bo'pti. Chanda, ilog'amda. Ha, bo'ldi, tashitib qaytaman, olmamsan. Tashitib oldi buni. Bu mening amroq kopdanti. Tashlash ko'zim qiymaydi bu kopdani. Ha, bo'ldi, tashitib qaytaman, Jep olmamsan. cho'yishib ketibdi ya. To'qqiz darajalik mukofot. Rahmat. Chiqomi? Fursat mukofot eshib ko'rsatmoqmisizmi? Sizga birinchi darajalik mukofot Akasan bulanda. Rahmat sizlarga. Vay, jep chiroyliqqina. Şu an orzuyunuzdaki aşı narsalarga erishish uchun cho'qim ba'zi narsalardan voz kechishingiz kerak. Uni riyosatchining kiritishi mumkinmi? Lekin Sizga birinchi darajalik mukofot Şu an orzuyunuzdaki aşı narsalarga erishish uchun cho'qim ba'zi narsalardan voz kechishingiz kerak. Ay, bu mening eng omroq oshqosh yozuvchimdi. Lezzatimiz Jubayda Olgifiy mahsulotiga obrazlarga o'zlashtirib bu masalada o'z boqamiz. Olgifiy mahsulotini men ijtimoiy topshirdim. Bugun Olgifiy hesablarini saviyalar qilib, undan turgan jabrini so'rab boqamiz. Olgifiy hesablarini soat qadag'laylik bor. Bu da albatta Olgifiy mahsulotimiz Jumgo baza kirgan deyapti. Jumgo markasida shu markajati olib borilmoqda. Olgifiy mahsulotimiz alaymiz. Adildan boshlab aloq bilimni chiqib, odillanmış VCR yatish o'tsin. Adilam siz nasib bo'ldi. Bo'ldi. Şinjan'dan hava kelmeden kartlamış. Olgifiy hesablarini hakikaten hanım kızınızın yüzsiyasiga moslashganmi? albatta Bugun başlab bizniki mas'uliyat yetakchisi og'rib qolibdi ekan, to'g'ri bugun film tortamaydi ekanman. Masakasi og'rib qapti. Filmni hozir tortgansak, uni odam deb bo'lsa, bugun tortimiz sotgan. Filmni bugun ham tortimiz, uni odam Biri Vah, yaxshi fursat keldi. Sumkamda tashlag'idek hech nima yo'q-ku. Tug'ilgan kuningizga muborak. Nadira. Ha? Hoy, nimdoq hijil qilsam meni. Büyük programımız görüşenlerine kızgın karşılamız. Bugünkü mahsulotimizni tunishtirishdan burun avval yanımdan kelgan mahsulot yetakchisi Nadira Yaponni tunishtirib o'taylik. Ekran tuzlar yaxshiliklar va mahsulot yetakchisi Nadira Yaponni. Unda bo'lsa Nadira, bugungi mahsulotimizni bir tunishtirib o'tasiz. Bo'ldi.
汤非常不错。谢谢。上级领导嘛也给了非常高度的评价。真的吗？是这样的。所以经领导研究决定嘛，准备将你现在产品专员一职直接提升到主持人。你说的真的吗？太好了，谢谢领导，谢谢领导，谢谢。不客气。但是是这样的，上报的名单呢有3、4个人，不只是你一个人，所以剩下的就要靠你自己的努力。好的，我会努力的。明白吗？明白了。还有一件事，这是我们内部研究决定的，不能对外宣扬，明白吗？好的，知道了，领导，谢谢。Naslashim kerak. Cho'qim riyosatlikni qo'lga keltirmasam bo'lmaydi. Nima tashlasam bo'lar? Tashlaydigan hech nima qolmabdi. Nima tashlasam bo'lar? Rifat, hamma riyosat qilaman. Voy, budab tutdirar. Voy jar. Men naqshaytaman dem. Men naqshaytaman dem. Bu o'z musiqa chalanmaydi. Udarni to'g'ri qilaman. Udarni joy-joy keltiramaydi. Menni ko'rdi. Men qancha vaqt bo'ldi naqshaytayapman. O'ylasam qarab baqa ish qilib araqtirmabdi chiqay. Hisob araq qilganda. Suba. Haydi ishim qolmabdi. Xo'p. Nima? Rifat. Ayrılıb ketaylik. Nima? Ayrılıb ketaylik. TV rəsmin ən yeni məhsulatı bolğan Orgolfi Yipak Talaliq Aqsallıq yüz çaplığa vakalatçı boğuz bala 155 0991 0991 ga telefon qilish orqali vakalatçı bolsanglar buludu. Muşu numarını ünidarınlar kirgizilib, məhsulatımız haqida məsləhət sorsanglar buludu. Bugün proqramımız müşahada axırlaşdı. Kelak san görüşəylik. Xayr xoş. Hikmat buldum axili. Aşı o'ttirdim markasini degan yaratdi, ang foyda chiqdi. Ana bu qo'yib beramsiz? Ma'qul, rahmat. Ertasi programma soat 6 da so'rayotganmiz. Shu ashdan tayyorlab qo'ysangiz. Cho'qim yaxshi tayyorlik qilma. Ha, ma'qul. O'zim sat kelishaylik. Men yaxshi. Vay. Hada? Oh. Vay, hada axir riyosatchi bo'ldim, ben xush bo'ldim. Sen men maktabda tutasam sen o'sha cho'qim ishda riyosatchi bo'lma. Ish qildingmi? Qara uyimni cho'ng qilib bek yoqtirdim. Agar mening ishda cho'ng o'yin bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Kelas pul turayli, o'zim yolg'iz bilan cho'ng o'ynashda turib. Mening bek tug'ilganligim cho'qim yotoqchilar bilan turishim kerak-a. O'g'il shu endi. Hada? Agar opam dadamlar bo'lgan bo'lsa, seni riyosatchi bo'lganini bilgan bo'lsa, cho'qim xush bo'ladi. Ha, rasmini qachon idorankilar bilan cho'ponlarga rasmda qilib tursa? Hada? 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 Qachon idorankilar bilan cho'ponlarga rasmda qilib tursa dotma. Kichikligim qachon o'tiga bo'ldi qilar, nari deb. Hada deb qo'ray. Nadira qilmayapsa shu. Necha programmasini ko'rdim. Maslahatniki siz nuqsi ifodalayapti. Yaxshiroq bir tarbiya qilamdik ya. Necha qin tarbiya qildim. Tarbiya qilsam 2 programma chiqib, men shin ketgandek saq qarab yurdim. Qayta yig'inchi bir muzokara qilaylik. Qattiq muzokara. Uydan aslab bek jig'lab ketibdi. Bek jig'lab ketibdi. Toshitishim kerak. Toshitishim kerak. Toshitishim kerak.
Taş içim gerek. Taş içim gerek. Taş içim gerek. Taş içim gerek. Bu sen programımız vaqt münasibətlər müşahada axırlaşdı. Diqqətinizə keləksən proqramımızdakı sərxil məzmunları bolsun. Vay vay. Pek şükür olsun. Görüşürüz. Pek şükür olsun. Çok karanlık. Kileksan programına layık görmüş. Kileksan programımızda şikayet gelmez bu. Şikayet gelmez. Taş içim gerek. Taş içim gerek. Taş içim gerek. Hada, sana ne bo'ldi? Bayam idoraliklar telefon qilib film olg'icha shundan ketibsa, anglab bekli qo'rqib ketdim. Sana ne bo'ldi? Uyga kirsam, uyda ichi qop-qora. Qiyin uyga narsalar. Bir ish bo'ldimi? Hada, gap qilar. Hada. Taş içim gerek. Hada, undoq qilma. Hada, nima qilyapsan? Hada demiş qo'ysa. Hada sen zaten bo'lgan demiş qo'ysa. Taş içim qilma, undoq qilma. Undoq qilma. Bu uyimizning eng oxirgi bir parcha rasmiy buni tashlasa qat'iy bo'lmaydi. Tashlamasa bo'lmaydi. Undoq qilma dedim sana. Ma ailemizle gerek emas. Nadira tayyorlik bitdimi? Ha, boshqa yaxshimi? Bitayda qoldi. Vaqtim programmada o'zgarish bo'lib qoldi. Nima o'zgarish? Bosh riyosatchilik qiz chiqadigan bo'lsangiz tushunasizmi? Vop, Zubaydaning programmasiga chiqqanda. Zubayda-chu. Zubayda atgan kelayotganda bir mashina voqeasiga uchrab qolgan, hozir doktorxonada. Ha. Shunga vaqtimki programma bak muhim, shunga yaxshi tirishib, yaxshi tayyorlik qilamda. Ma'qul boshliq. Ha, ma'qulmi tayyorlik qilaveransa. Çok yaxshi. Cho'qim chiroq chiqishim kerak a. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rishni qarshi olamiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimizni ko'rishni qarshi olamiz. Bugun 27 fevral seshanba. O'qiyveraylik, hozir boshqa emas, mo programmamizni ko'rish nisbati yuqori ko'tarilsa bo'ldi. Boshqa narsadan qarim yo'q mening. O'qiyveraylik, atigi xabarga ham shuni o'rinlashtirib qo'ysanglar, shuni o'qiylik.
Qandaq yuraksizligi bir yolg'on xabar ekran ochiq qildi. Kim bergan huquqi? Menga yuqorida telefon keldi. Sizni qattiq bir taraf qildi. Siz hozir ishingizni tashlab o'yg'ur ara bilan. Boshliq, u mening programmam tursa, mendan boshqa kim chiqdi uningga? Sizga o'xshash noyat nom chiqqan riyotchilar. Biz noyat chiq. Bizga lozimi samimiylik bilan ko'rishdik. Bo'ldi, chiqing, qo'l ofkab qilma. Ko'rish nisbatan yuqori ko'tarish uchun bir narsa tashishim kerak. Cho'qim tashishim kerak. Lekin yuk tashlasam bo'lar. Topdim. Tashlaydigan narsani topdim. Oxirida men sizlarga Cumhur millatimizning ulug' mutafakkiri Laozining muni durdonini so'z qilman. O'zgini tushungan, o'zgini bilgan aqlliqdir. O'zini bilgan donodir. Qanoat qilishni bilgan bayashatdir.